Iyun oyida tug'ilganlar haqida turli xalqlarda qiziqarli kuzatishlar va qarashlar mavjud. Bu oy yoz boshlanadigan, tabiat juda faollashadigan davr hisoblanadi. Shu sababli iyun oyida tug'ilgan insonlar ko'pincha serharakat, jonli va tez fikrlaydigan odamlar sifatida gavdalanadi. Kuzatishlarga ko'ra, iyun oyida tug'ilganlar juda muloqotchan bo'ladi. Ular odamlar bilan tez til topishadi, yangi tanishlar orttirishni yoqtiradi va ko'p hollarda jamoada faol ishtirok etadi. Bunday insonlar suhbatga jon kiritadi, qiziqarli gaplar aytadi va atrofdagilarni osonlikcha o'ziga jalb qila oladi. Iyunda tug'ilganlarning yana bir xususiyati ularning aqliy faolligi. Ular tez o'ylaydi, yangi g'oyalar topishni yaxshi ko'radi va ko'p narsalarga qiziqadi. Shu sababli ular ko'p sohalarni sinab ko'rishga intiladi. Ayrimlari jurnalistika, savdo, ta'lim, media yoki ijodiy sohalarda o'zini yaxshi ko'rsatishi mumkin. Bunday insonlar ko'p hollarda juda qiziquvchan bo'ladi. Ular yangi ma'lumotlarni o'rganishni, sayohat qilishni va turli madaniyatlar bilan tanishishni yoqtiradi. Shu sababli hayotda turli tajribalar orttirishga harakat qiladi. Iyun oyida tug'ilganlarning yana bir jihati ular tez moslashuvchan bo'ladi. Ya'ni yangi sharoitga kirishish, yangi muhitga o'rganish va o'zini qayta yo'naltirishga qiynalmaydi. Bu esa hayotda turli vaziyatlarga ularga yordam beradi. Biroq bu oyda tug'ilganlarning ayrim qiyin tomonlari ham bo'lishi mumkin. Masalan, ular ba'zan bir vaqtning o'zida juda ko'p ish boshlab qo'yishi mumkin. Natijada ba'zi rejalarni oxirigacha yetkazish qiyinlashadi. Shuningdek, ular ba'zan kayfiyatga qarab qaror qabul qilishi mumkin. Ko'p kuzatishlarga ko'ra, iyun oyida tug'ilgan insonlar hazilkash va quvnoq tabiatga ega bo'ladi. Ular odamlarni kuldirishni, qiziq hikoyalar aytishni va muhitni yengillashtirishni yaxshi biladi. Shu sababli bunday insonlar ko'pincha do'stlar davrasida markazda bo'ladi. Qiziq tomoni shundaki, turli mamlakatlarda iyun oyida tug'ilganlar haqida o'xshash fikrlar uchraydi. Ko'pchilik ularni tez fikrlaydigan, sergap, ijodkor va hayotdan zavq oladigan insonlar sifatida ta'riflaydi. Albatta, inson xarakteri faqat tug'ilgan oyiga bog'liq emas. Tarbiya, muhit va shaxsiy tajriba ham katta rol o'ynaydi. Lekin baribir iyun oyida tug'ilganlar haqidagi bu kuzatishlar ko'p odamlarda o'xshash xususiyatlar borligini ko'rsatadi.